Biznes juda ham qiyin agar tizimlashtirish haqidagi bu qoidalarni bilmasangiz. Assalomu alaykum, ismim Ravshan Turgunov. Oxirgi 5 yildan beri boshqaruv hamda tizimlashtirish sohasida ishlab kelyapman hamda Turgunov Consulting jamoamiz bilan biz 20 tadan oshiq loyihalarni qilganmiz va o'sha loyihalarda biz tadbirkorlarga operatsiyonkadan chiqishga yordam berganmiz va o'sha bizneslardan ko'pchiligi hozir o'sha tadbirkorlarning ishtirokisiz ham ishlab kelyapti hamda ularsiz ham rivojlanib kelyapti. Undan tashqari o'zimni asoschilar podkast hamda asoschilar klub loyihalarim ham bor. Albatta biz o'zimizni bilimlarimizni, o'zimiz usullarimizni u yerda ham qo'llaymiz va o'sha loyihalarimiz bizning ishtirokimizsiz ham ishlaydi hamda rivojlanib boraveradi. Qani unda ketdik. Birinchi savol, qanday qilib O'zbekistonda sohamdagi 99% raqobatchilardan o'tib keta olaman? Bu juda ham oson O'zbekistonda, chunki O'zbekistonda ko'p kompaniyada menejment yaxshi qo'yilmagan bo'ladi. Agarda siz tartibli ravishda ishlaydigan bo'lsangiz, tizimni joyiga qo'yadigan bo'lsangiz, shundoq ham ko'p kompaniyalardan o'tib ketasiz. Ya'ni bunaqa o'zi keyslar dunyo miqyosida juda ham ko'p. Agarda siz uzoq muddatda eng zo'r ig'roq bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz, siz prosta har bitta jarayonni o'zingizning raqobatchilaringizdan ko'ra yaxshiroq qilishingiz kerak va o'sha jarayonga e'tibor berib yurishingiz kerak. Misol uchun, brakli chiqayotgan bo'lasiz, braklarga qarshi alohida ishlaydigan bitta standartlar ishlab chiqishingiz kerak. Aytaylik, sotuv bo'limi boshqa sotuv bo'limlarida gapirmaydigan yaxshi shirin gaplarni yana siz sotuv bo'limingizda gapirayotgan bo'lishingiz kerak. Siz doimiy rivojlanish usuli orqali faqatgina 99% raqobatchilaringizdan o'tib keta olasiz. Bu nima degani? Ko'pchilik faqatgina pajar bo'lganida o'sha hodisaga kompaniya ichida bo'layotgan muammoga e'tibor berishadi hamda uni to'g'rilamoqchi bo'lishadi. Siz esa nima orqali o'tib keta olasiz? Sizda Kaizen usuli bo'lishi kerak. Kaizen usuli orqali siz har hafta yoki kerak bo'lsa, agar imkoni bo'lsa, har kuni ham o'z troubleshooting bo'limingiz bo'lishi kerak va o'sha kompaniyangizda doim muammolarni qidirib yurishingiz kerak. Ya'ni muammolar o'zi yonganda sizga kelish kerak emas. Siz doim fikrlashingiz kerakki, qanday qilib men o'zimni kompaniyamni rivojlantirishim mumkin. Bu usul Yaponiyaning usuli, Toyota kompaniyasida bu yaxshi qo'llangan va o'sha yerdan bizga kelgan. Qanday qilib Toyota kompaniyalari o'z samaradorligi bilan va ko'p chidab berishi bilan mashhur bo'lgan, chunki ular doim kompaniyasida o'ylab o'tirishardi, qanday qilib bizni yaxshilashimiz mumkin, qanday qilib mashinalarimiz ko'proq yetishi mumkin deb o'ziga doim savol berib yurardi. Doim Yaponiya kompaniyalari mashinalari zo'r bo'lmagan. Boshida, misol uchun 1900-yillarning boshrog'ida Ford mashinalari chidamlilik bo'yicha, sifat bo'yicha ancha yuqori bo'lgan. Braklarning foizi 4 barobar kamroq bo'lardi Yaponiya mashinalariga nisbatan. Lekin mana shu usul orqali vaqt o'tib Yaponiya bu narsa bo'yicha 99% konkurentlardan o'tib ketdi va hozir chidamlilik bo'yicha nomer 1 mashina ishlab chiqadi. Siz ham buni qo'llasangiz bo'ladi. O'zbekistonda men shu to'rtta katta kompaniya bilaman, ular doim Kaizen uchrashuvlarini qilishadi va Kaizen usuli orqali doimiy rivojlanish usullarini va joylarini qidirib yurishadi. Misol uchun, keling siz bilan Kaizen meeting qilib ko'ramiz. Bu tadbirkor, ya'ni CEO rahbar hamda bo'lim rahbarlari orasida bo'ladigan bitta uchrashuv. Har kunlikda qanaqa qilinadi? Har kuni bitta 10 ta muammo aytiladi. 10 ta muammosidan biz Kaizen meetingning boshida biz tanlashimiz kerak, qaysi muammoni biz bugun yechamiz. Aytaylik, zakupka bilan muammolar aytildi, mijoz servisi bilan yoki ishlab chiqarish bilan yoki dastavka bilan bo'ldi. Biz dastavka muammosini bugun ko'taramiz, chunki ko'p mahsulotlarimiz vaqtida yetib bormayapti mijozlarga, mijozlar ko'p norozilik bildiryapti. O'sha Kaizen meeting 1 soat davom etadigan bo'lsa, biz 1 soat ichida faqat bitta muammoni biz muhokama qilamiz va o'sha muammoni ildizigacha borishimiz kerak. Nega bu bunaqa bo'lyapti? Misol uchun savollar beraveramiz. Nega vaqtida yetib bormayapti? Chunki vaqtida jo'natishmayapti. Nega vaqtida jo'natishmayapti? Chunki vaqtida ularga yetib kelmayotgandir yoki zakazlari ko'pdir. Va muammoni ildiziga yetib kelamiz. Balkim ularda KPI yo'qdir, balki motivatsiya yo'qdir, balkim xodimlar yetishmayotgandir yoki balkim ularda оборудование yetishmayotgandir. O'sha muammoni ildizigacha yetib bizni qaror chiqarishimiz kerak o'sha muammoni hal qilish uchun. Va Kaizen meeting shunaqa ravishda o'tadi. Har kuni 10 ta muammoni biz misol uchun aytamiz, 10 tadan bittasini tanlab, bir kun ichida bitta muammoni muhokama qilamiz. Va eng qizig'i o'sha nega misol uchun bir kunda bitta meetingni faqatgina bitta muammoni muhokama qilamiz deyishingiz mumkin. Ko'p meetinglardagi muammo, kamchilik bu ular ko'p muammoni muhokama qilishi va bittasiga ham to'g'ri yechim bera olmasligida. Biz esa bitta faqat muammoga fokus qaratib, uni to'liqchalik yecha olamiz. Keyingi savol, biznesim 3 yildan beri $10,000 daromaddan osha olmayapti. Nima xato qilyapman? Zo'r savol. Endi bitta gapdan uni aniqlash qiyin. Aniqlash usullarini sizga ayta olaman. Nega siz o'smayapsiz? Siz misol uchun daromad jihatdan sizni foydangiz $10,000, tushundim. Lekin sizni tushumingiz o'syaptimi? Agar siz biznesingiz har yili O'zbekiston sharoitida, agar kichkina o'rta biznes sharoitida siz 2 barobar o'smayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz orqaga ketyapsiz va nimalarni to'g'ri qilyapsiz. Tushumingiz sizni o'smayaptimi yoki foydangiz o'smayaptimi?
agar tushumingiz misol uchun 3 yilda 2-3 barobar o'sgan bo'lsa va foydangiz o'sha qolib ketgan bo'lsa, demak siz xarajatlarni ko'p qilib tashlayapsiz. Agar siz ham tushumingiz o'zgarmayotgan bo'lsa, demak siz klientskiy bazangiz o'smayapti hamda sotuv bo'lim hamda marketing bo'lim yaxshilamayapti. Endi sotuv bo'lim, marketing bo'lim yaxshilamayapti, ya'ni yangi klientlarni oqimi kelmayaptimi? Yoki bizda eski klientlar olmasdan ketib qolyaptimi? Biz shuni aniqlashimiz kerak. Agarda yangi klientlar kelmayotgan bo'lsa, demak biz marketingni, ya'ni nima desa bo'ladi, yangi klientlarni bozordan ko'chdan sotib olish tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Ya'ni yangi klientlarning oqimi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa biz nima desa bo'ladi, faqat bor joyimizda bor natijalar bilan qotib qolamiz. Agar bizda doim yangi klientlar kelayotgan bo'lsa, lekin eski klientlar qolmayotgan bo'lsa, retention bo'lmayotgan bo'lsa va ular 1-2 marta sotib olib keyin boshqa konkurentlar olib yurgan bo'lsa, demak katta ehtimol bilan yoki mahsulotimiz yomon yoki noto'g'ri mahsulot tanlagandirmiz, noto'g'ri nisha tanlagandirmiz. Shuning uchun siz birinchi navbatda, masalan, bu umumiy savolda, men ko'p pul topmayapman, ko'proq pul topmoqchiman. Nimaga siz ko'p pul topmayapsiz? Ya'ni nimaga siz o'smayapsiz 3 yildan beri? Noto'g'ri nisha tanladingizmi? Klientlar oqimi yo'qmi? Yoki xarajatlaringiz ko'payib ketganmi? Yoki balkim o'g'irlik bo'layotgandir kompaniyangizda. Tochkani topishingiz kerak va o'sha tochkani topib o'shanga urishingiz kerak. Agar o'sha muammongizni aniqlab, aniqroq savol bilan keyin safar yozsangiz, o'sha aniqroq savolga javob beramiz, xudo xohlasa. Keyingi savol, oilam bilan ko'p vaqt o'tkazib, biznesga kuniga 1 soat vaqt ketkazib, biznesni doimiy o'sadigan qilish uchun nima qilsam bo'ladi? Qo'shimcha byudjet ajratishim kelmayapti. Xo'p, yaxshi savol, ya'ni savol nimadan iboratki, operatsiyaga chiqmoqchiman, qanaqa buni qilsam bo'ladi? Lekin oxirida yana qo'shib ketyaptilar, men qo'shimcha byudjet ajratishim kelmayapti deyaptilar. Unda siz buni albatta qila olmaysiz, chunki operatsiyaga chiqish bu pulli. Agarda siz hozir misol uchun kompaniyangizda SEO lavozimida ishlab kelayotgan bo'lsangiz va kuniga 5-6 soat yoki 8-10 soat ishlayotgan bo'lsangiz, demak siz bitta lavozimni egallagansiz va o'rningizga agar siz chiqmoqchi bo'lsangiz, direktorsiz kompaniya ishlab keta olmaydi. Internetda har xil bo'lmag'ur ma'lumotlar bor. Operatsiyaga chiqing, tadbirkor ishlash kerak emas va hokazo. Zo'r, shunaqa bo'lishi mumkindir, lekin siz operatsiyaga chiqsangiz, tadbirkor operatsiyaga chiqsa, o'rniga bitta direktor qo'yish kerak. Hech qaysi kompaniya rahbari ishlay olmaydi. Hech qaysi kompaniyada direktor bo'lmasa, u dalish ishlab keta olmaydi. O'shaning uchun siz o'rningizga direktor qo'ymoqchi bo'lsangiz, endi kompaniyangiz qanchalik katta, qanchalik aqlli va kompetensiyali bo'lish kerakki, odam o'sha biznesni boshqarish uchun. O'rningizga kimdir qo'yayotgan bo'lsangiz, aytaylik, kimdir $2,000 ishlaydi, kimdir $10,000 ishlaydi. Men bilaman, ba'zi katta kompaniyalar SEOlar yiliga millionga ishlashi mumkin. O'zbekistonda bilamiz, misol uchun $400-500 ming ga ishlaydigan SEOlar haqida eshitganmiz yillik, ya'ni oylik shunda oyiga $40-50 ming oylik olyapti ular. Va hokazo. SEO qo'ymasdan siz qila olmaysiz. Minimalniy SEOning oyligi menimcha $1,5-2 ming dan boshlansa kerak kichkina biznes uchun. Xo'p, bundan tashqari siz faqatgina SEO qo'yib chiqib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ham noto'g'ri. Siz biznesni tizimlashtirishingiz kerak. Tizimlashgan biznesga SEOni qo'yish ancha osonroq. Tizimlashtirish ham bu pul. Ya'ni tizimlashtirish bu ko'proq inshuransga o'xshaydi, ya'ni страховкаga o'xshaydi. Agarda siz nimadir yo'qolib qolishidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, страхование qilishingiz mumkin. Страхование alohida pul. Agar mashinangizni yo'qotib qo'ysangiz, sizga keyin страховочный kompaniya qaytib beradi. Ya'ni tizim bu nima? Tizim bu hujum emas, bu himoya. Nimadir yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, siz biznesingizni tizimlashtirishingiz mumkin. Ya'ni programmalashtirasiz, konsalting orqali reglamentlar, biznes protsess tuzib chiqasiz va bu sizga hozir mavjud biznesingizni bor holatda saqlab qolishga yordam beradigan narsa. Ya'ni o'sha tizim orqali o'g'irlik kamroq bo'ladi, pul yo'qolishlar kamroq bo'ladi, ortiqcha xarajatlar bo'lmaydi va hokazo. Shuning uchun o'rtoq tadbirkor, agar siz o'rningizga SEO qo'ymoqchi bo'lsangiz hamda tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, bu albattagina qo'shimcha xarajat. Keyingi savol, bir oy $30 ming topaman. Ba'zi oylari $2,000 ham chiqmay qoladi. Qanday qilib biznesim doimiy o'zim kutgandek pul keltiradigan qilishim mumkin? Yaxshi savol. Endi buni biz tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsalar, bizda xarajatlar taxminimizdan ko'ra ko'proq kamroq chiqib qoladimi yoki bizning tushumlarimiz stabil emasmi? Ya'ni, misol uchun, agar siz xarajatlaringizni kontrol qilmayotgan bo'lsangiz, sizga bitta moliyachi kerak. Moliyachi moliyaviy kalendar qiladi. Qachon oplatalar qilish. Siz balkim aytaylik 3 oylik oplatalaringizni bir marta qilasizda, ertasi oyga o'sha xarajatlaringiz bo'lmaydi. Siz ya'ni 3 oylik oplata qilgan oyingiz hamma pulingiz o'sha aytaylik masalliqlarni chet eldan olib kelishga, importga ketib qolishi mumkin va siz o'sha foyda ishlatib tashlaysiz. Keyingi oylar siz u pulni yig'ib qo'ymaysizda, siz keyingi oylarni o'sha masalliqlarga xarajat qilmaysiz, bittada pulni chiqarayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu moliyaviy masala va moliya tarafidan o'tib qarash kerak. Moliyaviy tizim sizda balkim yo'qdir. Ya'ni har bitta biznesda o'zini moliyaviy kalendari bo'lishi kerak.
keyin cash flow, P&L shablonlari bo'lishi kerak, balans degan narsa bo'lishi kerak va hokazo. Birinchi narsadan tushunib olishingiz kerak, sizda tushum stabil emasmi yoki xarajatlar stabil emasmi? Ikkalasini stabillashtirish kerak. Xarajatlarni moliya orqali stabillashtirasiz, tushumlarni esa ham moliya orqali stabillashtirish mumkin. Misol uchun, balkim siz ko'chada qarzlaringiz ko'p turdi, vaqtida yig'a olmayotgandingiz pulni. Ya'ni demak, undov bo'limini tashkillashtirish kerak. Qarzdorlarni vaqtida yig'ishni boshlashingiz kerak. Bu moliyachi ishi. Yokida qarzdorliklar yo'q, prosta sizga klientlar to'y keladi, to'y kelmaydi. Balkim sizni klientskiy bazangiz yaxshi shakllanmagandir. Ba'zilarda shu marketing yoqasiz, savdo bo'ladi, yaxshi pul topasiz. Keyin marketing o'chirib qo'yasiz, savdo bo'lmasdir. Balkim mana shu sotuv hamda marketing bo'limingiz sizda tartibli ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Agar tushumda shu sabab bo'layotgan bo'lsa, demak, sizda marketing bo'lim doim ishlash kerak, doim yangi kreativlar orqali, yangi sotuv kanallari orqali trafik olib kelish kerak. Mijozlar doimiy sizga oqib kelish kerak. Demak, biz aniqlab olishimiz kerak, bizga xarajatlarni stabil ravishda bizdan chiqib ketadigan qilish kerakmi yoki stabil ravishda bizga tushum kiradigan qilishimiz kerakmi? Keyingi savol, jamoam har doim qo'l uchida ish qiladi. Oyligini ham oshirdim, KPI'lik qildim, tizimlashtirdim, foydasi bo'lmadi. Nima qilish kerak? Juda ham zo'r savol. Bizani loyihalarimiz, misol uchun, bitta nisbatan kattaroq biznes tizimlashtirayotganimizda sotuv bo'limida taxminan 10 ta odam ishlaydi, o'zi 100 kishilik kompaniya. Bitta narsaga e'tibor berdik, biz KPI'larini, xodimlarni oshirib qo'ydik, lekin xodim yaxshiroq ishlashni boshlamadi. Keyin o'zingiz bilan gaplashib ko'rdik. Nega shu KPI qildik, sal ko'proq pul topishni boshladinglar va yana hozir qo'shimcha harakat qilsanglar, yana ham ko'proq pul topar ekansizlar. Nega mana shu ko'proq harakat qilmayapsizlar desak, bilmadim, endi yetib turibdi deyishdi. Va keyin qarasak, boshqa loyihalarda ham shunaqa holatlar qayta takrorlanyapti. Va bitta narsani tushunib yetdikki, agar xodimga topayotgan pul yetayotgan bo'lsa, demak, o'sishga hojat yo'q. Nimani tushunib olishingiz kerak? Doim ham pul motivator emas xodimga. Xodimga motivator pul bo'lishi mumkin, zo'r, lekin hammaga ham emas. Kimgadir, nabarot, demotivatsiya yaxshi ishlaydir. Kimgadir, ya'ni bu pul bu motivatsiya bo'lsa, demotivatsiya bu qo'rqitish bo'lishi mumkin. Ishdan hozir haydayman yoki qattiq qo'llik balki kimdir yaxshi ishlaydi. Kimdir balkim ideya uchun ishlashi mumkin. Ya'ni unga mana shu fikr yoqadi, mana shu odam yoqadi, mana shu o'zini qonida bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat pul bilan hamma masalani yechaman deb o'ylamang. Pul motivatsiya yetmaguncha, agar yetarli pul topayotgandan keyin u balkim ba'zi odamlarga вообще rol o'ynamaydi. $1000 topsa ham, $100,000 topsa ham bir xil ishlashi mumkin, chunki u $1000 da o'zini hamma ehtiyojlarini yopib bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz qanaqa xodimlar bilan ishlayotganingizni tanlashingiz kerak. Balkim ularga bu yetayotgandir va yaxshi ishlashni boshlamaydi. Siz ularni oyligini oshirishdan ko'ra, undan ko'ra bunaqa xodimlardan ko'proq olganingiz yaxshidir. Yoki siz pul instrumentini mana bu yerda ishlatyapsiz, men ularga ko'proq pul beraman, yaxshi. Siz boshqa instrument ishlatib ko'ring. Misol uchun qo'rqitib ko'ring. Qattiqroq balkim kerakdir. Misol uchun bu zamonaviy g'arbiy usullar aytaylik qurilish sohasida ishlatish qiyin yoki ba'zi zavodlarda u yaxshi ketmaydi. Qaytanga o'sha eski traditsion qattiqqo'llik usullari o'ta yaxshiroq ishlashligi esa mumkin. Aytaylik, qaytanga biznesingizda konkurensiyani oshirsangiz, ba'zilarda xodimlar yaxshi ishlab ketadi, ya'ni sotuvchilarni ko'paytirib qo'yasizda, konkurensiya bo'ladi. Eng kam oylik oladigan sotuvchilarni, ya'ni eng kam natija qiladigan sotuvchilarni misol uchun biz haylashamiz desangiz, yaxshilab ketishi mumkindir. Yokida balki ularda motivatsiya yo'qdir. Ichki dunyosi anundir. Shunchaki ishlash uchun siz kompaniya ishlayotgandir, lekin siz ularga yoqmasdirsiz. Sizni ideyangiz, sizni fikrlashingiz, balkim siz kompaniyangizda maqsad yetarli emasdir. Misol uchun o'zi qanchalik xodimlaringiz siz kompaniyangizdagi oliy maqsadini bilishadi va siz o'zingiz nima uchun ishlayapsiz? Faqat pul uchun ishlayapsizmi yoki qanaqadir o'zingizning maqsadlaringiz ham bormi? Ya'ni ma'no jihatidan qanaqadir ochlik bordir sizning kompaniyangizda. O'shaning uchun faqatgina hamma pul uchun ishlaydi, normal pul to'lasa yaxshi ishlamayapti degan gaplarni eshitib qo'ygan yaxshiroq. Keyingi savol, biznesdan charchadim, nima qilay, ertalab turgim yo'q. Biznesdan charchagan bo'lsangiz, unda biznesga siz zarar olib kelasiz. Sizdan foyda yo'q. Xo'p, siz biznesdan charchadingiz, qaysi lavozimda? Siz hozir biznes direktormisiz, CEOmisiz yoki siz direktorda shunchaki passiv investormisiz? Agar passiv investor bo'lgan bo'lsangiz, u mayli aloqangiz yo'q, oyiga o'zi bir marta balkim kelib gaplashib ketasiz, balkim bitta kvartalda bir marta kelardingiz. Lekin siz biznesda aktiv rolni o'ynab turib charchagan bo'lsangiz, u mana shu xavfli. Chunki charchagan tadbirkor hech qachon kelib, mana o'zimiz ko'ramiz, biznes charchab qolgandan keyin o'sha biznesga kelmay qo'yadi tadbirkorlar. Yokida o'sha mehr bilan qilmasdan ishlarni, savdolar tushib ketadi. Va hokazo. Agarda sizda hozir shunaqa zvonoklar bo'layotgan bo'lsa, siz birinchi navbatda buni mutaxassisga borib gaplashib ko'ring. U siz hamma narsadan charchadingizmi yoki faqat o'zingiz biznesingizdanmi?
katta ehtimol siz hammasdan charchagan bo'lasiz. Biznes ko'p muammolar bo'ladi. Siz выгорание kelgansiz, ya'ni o'z kuyib qolgansiz. Qo'ygan bo'lsangiz, siz anunga borib ko'ring, psixologga borib ko'ring, gaplashib ko'ring. Nima gap, nima so'z. Va agarda vaziyat to'g'rilanmasa va keyinchalik bu biznesni qilishni xohlamasangiz, siz qilishingiz mumkin bo'lgan ikkita eng zo'r yechim, bir bu yoki bu biznesni sotib olish yokida bu biznesga mahsul yangi SEOni qo'yish. Puldan ayamen, sizni mental sog'lig'ingiz eng muhim narsa bu dunyoda. Shuning uchun nima bo'ladi, 10 ming emas, mayli 7 ming, 6 ming toping, yaxshi SEO qo'yib, o'rningizga bitta odam tayyorlab ketganingiz yaxshiroq. Keyingi savol, biznesimni o'stirish uchun 10 ming dollar atrofida pul yig'ib qo'yganman. Nima qilganim va nima qilmaganim yaxshi? Zo'r. Eng zo'r payt bu biznesda o'zingizni fishkangizni topib olsangiz, ya'ni 10 ming $1 tikib 2 dollar olish formulasini topsangiz. Muvaffaqiyatli tadbirkor bu har xil narsalarni yiliga sinab ko'radigan tadbirkor. Meni tavsiyam bu savdoni oshirish uchun siz mana shu 10 ming dollaringizni o'zingiz biznesingizga tikib ko'ring. Marketingga tikib ko'ring, har xil kanalga tikib ko'ring. Qaysi kanalga tiksangiz ko'proq pul qaytyapti. Misol uchun, targetga tikib ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'ga, kontentga, blogerlarda reklamaga. Qaysi kanalga tiksangiz, pul 2 barobar, 3 barobar bo'lib qaytyapti yoki ko'proq bo'lib qaytyapti. Va ishlaydigan gipotezani topasiz, keyin o'sha ishlaydigan kanalga qayta tikaverasiz, ishlashni to'xtaguncha o'shga pul tikib tashlaysiz polni. Biznesim bankrot bo'lish yoqasida qanday qilib undan chiqib ketsam bo'ladi? Xo'p, agarda sizni biznesingiz tizimlashgan bo'lsa, unda yaxshi xabarim bor, siz balkim o'sha biznesingizni sotib chiqib ketishingiz mumkindir, chunki tizimlashgan, mustaqil xodimlar ishga olingan, faqat qarindoshlar emas, begonalardan tashkil topgan jamoali bizneslar, tizimlashgan bizneslarni sotish mumkin. Agarda sizni biznesingiz tizimlashmagan bo'lsa, hamda hamma narsa qog'ozda ruchkada bo'lsa, unda katta ehtimol bilan bu bankrot biznesni siz hech narsa qila olmaysiz. Siz shunchaki bor aktivlaringizni sotib olishingiz kerak. Auksionda sotasizmi yoki boshqa tanishlarga sotasizmi? Hamma qarzlaringizni yopib, akkuratni chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Agar siz biznes tizimlashmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz hamma tranzaksiyalarni qoramachasi qilgansiz, ya'ni belli biznes yuritmagansiz va biznesingizni qarzlari sizni qarzlaringiz bo'lib qolgan. Ertaga o'sha qarzlar bilan yopayotgan bo'lsangiz, baribir ertaga ularni to'lashga majbur bo'lasiz. Lekin siz belli biznes yuritayotgan bo'lsangiz, tabriklayman, biznes qarzlari bu biznes qarzlari. Noqonuniy tuyuladigan darajada biznesim rivojlanib ketyapti. Ishlar oson ketayotgandan nima qilishni bilmay qoldim. Maqtangim keldi, lekin tavsiyalar ham zarar qilmaydi. Xo'p, unda men sizni tabriklayman, aka. Agar biznesingiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Siz fortunani dumidan ushlab oldingiz. Hozir biznesingiz zo'r ketyapti, demak, siz bozoringiz o'syapti. Bitta yaxshi va bitta yomon buni taraf bor. Yaxshi tarafi bu hozir yaxshi pul topasiz, lekin yomon tarafi ertaga bu unaqa ketmaydi. Har bitta sohani o'zini o'sha ko'tariladigan va tushadigan zamoni, payti bor. Balkim sohangiz emas, balkim shunchaki siz biznes modelingiz zo'r ketayotgan bo'lishi mumkin. Agarda sizda hozir ishlar yaxshi ketayotgan bo'lsa, meni eng katta tavsiyam tizimlashtirib oling. Chunki ishlar yomon ketayotganda, shundoq ham o'zi pul yetishmovchilik bo'lgan paytida siz tizimga qayta pul tikishingiz, xohlagingiz kelmaydi. Hozir pul yaxshi kelyaptimi? Bo'ldi. Tizimlashtirib qo'ying. Tizim sizga bor tushumlarni o'sha davomiy va stabil ravishda tushishiga olib kelib beradigan bitta yechim bo'ladi. Va undan tashqari siz bitta narsani tushishingiz kerak, bozor doim bunaqa ketmaydi. Ertaga bu sohangiz agar shunchalik shirin bo'lsa, katta raqobatchilik kiradi hamda sekin marjalar tushib, raqobat oshib, bitta lidlarning narxi oshib ketadi va siz kamroq pul topishingiz mumkin. Shuning uchun hozir bozor yaxshi ketayotganligida siz rivojlanish uchun barcha o'sha kerak bo'lgan narsalarni hozirdan qilib qo'ysangiz, ertaga sizda ishlar doimiy yaxshi ketishni boshlaydi. Agarda siz anchadan beri biznesingizni tizimlashtirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz yoki biznesim o'zi tizimga tayyormi, yo'qmi, shuni ko'rsatadigan audit qilmoqchi bo'lsangiz, unda yaxshi xabarim bor. Turgunov konsalting jamoasi aynan shu masalada ishlab kelyapti va pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ta olasiz. Undan tashqari bizda tayyor shablonlar bor. SOP ni tuzish shabloni, biznes proseslarning shabloni, reglamentlarning shabloni, org struktura shabloni. Siz ro'yxatdan o'tib, o'shani ham biz sizga bepulga beramiz. Agar siz ertaga o'zingiz biznesingizni tizimlashtiradigan bo'lsangiz, mana shablonlar orqali siz qo'llab ancha osonroq biznesingizni tizimlashtira olasiz. Siz bilan xudo olasa tizimlashtirish yo'lida ko'rishguncha. Shunchaki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting hamda Telegram botga tugmaga bosib, bizlarning tayyor shablonlarimizni qo'lga kiriting.